Xunuk familiya bu butun umrlik azob. Avvalo yangi o'qituvchidan zarba. Qo'ziboyeva. Kim? Man. Doskaga chiqchi. Mayli, zato jurnal oxiridaman. Keyingi zarba navbatlarda. Xo'sh, keyingisi Qo'ziboyeva kim? Anu Zebo degani chiqdi, deng. Ha, Qo'ziboyeva Zebosizmi? Keling. Uf, baqirishi shartmi? Oy, familiyamni o'zgartirmasam bo'lmaydi, umuman yoqmayapti. Ha, bo'pti, adin familiyasiga o'taqa? Adam familiyasi? Teshaboyevda. Erim familiyasiga o'tarkanman. Maktabdan qutulding. Endi hech kim kulmaydi desang institutda domla. Qani o'zinglarni tanishtiringlarchi. Qo'ziboyeva Zebiniso. Sen nimaga kulmayapsan? Mani familiyam Gadoyeva. Endi biz ajralmas dugonamiz. Men sizlarga qo'shilsam bo'ladimi? Voy, aqlligimizga havasingiz keldimi? Yo'q, prosta meni ham familiyam Cho'yanova-da. Ha, endi 3 ta dugonamiz. Mana, hayotimga ham bitta odam kirib keldi. Muhimi familiyamiz so'ramaydi. Qo'ziboyeva, turing, to'yingizga ham oz qoldi. Uf, necha marta aytganman familiyam bilan chaqirmang deb. Undan ko'ra yordam bering, sochimni qarang, dabdalasi chiqib yotibdi. Bilaman, shunga mos Sangitrichap shampunini olib keldim. Qara, bunisi soch to'kilishiga qarshi. Bunisi o'smali, sochlaringni baquvvat qilib, sog'lom qilib o'stirishi uchun. Bunisi esa uzun va kuchli sochlar uchun. Bunisi bo'lsa qazg'oqqa qarshi. Eng muhimi, sulfatsiz sochga umuman zarari yo'q. Shuni nimaga vaqtliroq aytmadingiz? Endi yaxshi narsalarni sarpinga olib qo'yganim. Senga rahmim kelib olib chiqdim-da. Va nihoyat o'sha kun keldi, Qo'ziboyeva tamg'asidan qutulaman. Nikoh uzuklarini taqishlaringiz mumkin. Endi sizni familiyangizga o'taman, nima ayblar oilasi bo'lamiz? Sizlarni Qo'chqorovlar oilasi deb e'lon qilaman. Mani familiyam Qo'chqorov o'shanga sanikiga o'taman deb indamay yuruvdim. Maniki Qo'ziboyeva-ku. Shak shakar